Assalomu alaykum. Mumkinmi aka? Ha, kiravering. Aka, hisobotlarni tashib ketgandik. Aka, kamchiliklar yo'qmikan? Agar tasdiqlangan bo'lsa, olib ketmoqchi edik. Hisobotlaringizni ko'rdim. Hozir kamchiliklari bor. Agar to'g'rilab kelsangiz, shu tezda tasdiqlab olamiz. Bo'ldi aka, kamchiliklarni to'g'rilab olib kelamiz aka. Bo'ldi aka, to'g'rilab kelsangiz tezda hal qilamiz. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Nasibek aka mumkinmi? Ha, keling. Yaxshimisiz? Keling. Nasibek aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. O'zi yaxshimisiz? Keling, o'tiring. Jasur aka, tashlab ketgan hisobotlarimizda kamchiliklar yo'qmi? Shuni bir xabar olgani keldik. Ha, bo'ldi. Hisobotlaringizni ko'rdik. Hop, kamchiliklari bor ekan. Kamchilik kimda bo'lmaydi. Shuni yana bir ko'rib bering, Davron akam salom aytib yubordilar. Aka, buni nimasini ko'raman? Ko'rdim dedim-ku, xatolar, kamchiliklari bor. Voy. Aka, bu nima qilganingiz? Oling buni, men bunaqa ishlar qilmayman. Oling men buni. Akajon, bu ishni siz hal qilmasangiz kim hal qiladi? Axir Davron akam chuqur salom aytib yubordilar sizga. Iltimos, o'zingiz hal qilib bering. Nima qilganingiz bu? Shunday qilasizlar-da. Davron akaning hurmatiga, mayli. Ertaga keling hal qilib qo'yamiz. Xo'pmi? Sizga rahmat akajon, rahmat. Xizmatingizdamiz, xizmatlar bo'lsa shu yerdamiz. Rahmat akajon. Shahlo, qo'limdan yana hid kelyapti. Nega faqat menga bu hid kelyapti ekan, ha? Ertasi yo'q bu yo'llarni, ertasi yo'q bu mahallani, botta ishlatmaydi kallani. Ertasi yo'q bu bollani, ertasi yo'q bu yo'llarni, ertasi yo'q bu mahallani, botta ishlatmaydi kallani. Ertasi yo'q bu bollani, ertasi yo'q bu yo'llarni, ertasi yo'q bu mahallani, botta ishlatmaydi kallani. Ha, aka. Hal bo'lmaydigan ish bormi? Hal qilamiz, o'ylamang. Kelsin, hujjatlarini olib. Mumkinmi? Ha, kiring, keling. Kecha ham keluvdim. Hujjatlarim tayyor bo'lsa olib ketmoqchi edim. Hujjatlaringizda kamchiliklari ko'p-ku. Buni nima qilamiz? Hammasi joyida edi-ku. Buni to'g'rilab kelmasangiz bo'lmaydi. Yana nima qilishim mumkin? Lekin men bunaqa pul bera olmayman. Endi Dilnozaxon, imkoniyatingiz bo'lganda kelasiz. Salomat bo'ling. Qayerdan olaman buncha pulni? Kechirasiz, korrupsiyaga qarshi kurashish bo'limi qaysi xonada o'tirishadi? 3-qavat, 2-qavat. Ha. Mumkinmi? Bizda bu xodimga nisbatan shubhamiz bor edi. Tegishli tashkilotlarga ma'lumot beramiz. Chaqirsak yana bir marta kela olasizmi? Mumkinmi? Keling, Dilnozaxon, yaxshimisiz? O'zingiz yaxshimisiz? So'raganingizda qarz qilib bo'lsa ham olib keldim. Unaqa bermaydi buni. Yerdan topsang ham sanab olish kerak. Buni unaqa bermang boshqa. Davlat xavfsizlik xizmatidamiz. Siz pora olishda gumonlanib hibsga olindingiz. Shuni yana bir ko'rib bering, Davron akam salom aytib yubordilar. Oling bu hujjatingizni. Men farzandlarimga halol non yedirmoqchiman. Bu devorga osilgan diplomlar davlatning menga bo'lgan ishonchi. Men bu ishonchni sotmayman chanaqa pulga. Tushundingizmi? Chiqing xonadan. Zo'r aka.